Agar siz savdogar bo'lsangiz, albatta bu videoyim o'tkazib yubormasdan oxirigacha ko'ring. Menga o'xshab yaxshi sotilayotgan tovarlaringizni narxini tushirib qo'ying. O'zingizni qilayotgan xizmatingizni qadrlang. Misol uchun mana shu ko'rib turgan bodilarni 50 mingdan sotganman va raqobatchilik menda paydo bo'ldi. Boshqa joylarda 40 ming, 45 ming ko'rdim, keyin 35 mingdan ko'rdim, mana 35 ming qilib qo'ydim. 5 ming foydaga. Qaysidir bodilarimni 15 ming zarariga sotdim. Oxir oqibat 50 ming qo'yib qo'yganimda juda ham zo'r sotilgan bodilarim 35 ming qilganimdan keyin juda ham savdosi tushib ketdi. 120 mingdan sotayotgan pinovarlarimni 85 ming optim narxida qilib qo'ydim. Uni ham savdosi tushib ketdi. 120 minglik pinovarlarimni juda ham zo'r vibrlarni olib kelib qo'yganman, lekin savdo tushib ketdi. Obzorlarimni даже oldin mana shu pinovarni 120 ming qo'yganimda bitta qo'yardim, sразу sotardim deb. Buni bir 20 xil vibrini olib keldim. Obzor qilaman, sotilmayapti. Yana qaytadan boshqatdan manikinga keltirib obzor qilaman. 85 ming optim narx, optimda shunaqa narx qilgan. Har xil vibrlarni olib kelib qo'yganman, qizijolar. Har xil rasiyatda, har xil vibr. To'g'ri, bugun mana bundan sotildi. Bugun savdo qilgan narsam 2 ta dona pinovar bo'ldi. Ko'rib turgan bodilarni 35 mingdan sotyapman. Va men bunga afsuslanaman. Klientlar mayli ko'rsin, katta 35 mingmi, 40 mingmi, 45 mingmi, o'sha yerdan olsin, katta narxi to'g'ri kelsa. 35 minglik qilib qo'ygan bodilarimni men bilan savdolashishadi. Mashina kelishtirib berasizmi deb. Men bu troykalarni 70 ming sotganman. 55 ming bitta joyga qo'yib qo'ygan ekan, menga klientlarim tashadi. Shu 55 ming ekan dedi, men 59 ming qilib qo'ydim. Raqobatchilikda hech kim yutmas ekan, afsuski yutqizar ekan. O'shaning uchun savdo qilasizmi? O'zingizni mehnatingizni qadrlasangiz, boshqalar ham siz ishingizni qadrlar ekan. Skidka narxida bu oy sotaman. Xudo xohlasa, bitta narsani reja qilaman, lekin uni hozir aytolmayman, o'xshamay qolishi ham mumkin. O'shaning uchun mana shu qo'ygan narximda bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Telegram gruppamga o'tib, hamma tovarimni narxi bilan bor. Misol, mana bu pijamkani, bashimerkani 180 ming sotyapman, menda 150 ming so'm. Narx tushirish, narx sindirish mana shunaqa bo'ladi deb, o'zingiz narx tushirganingiz bilan sizdan ham boshqalar narx tushiraverar ekan. O'zingizni hurmat qilib, 5 mingga emas, 10 mingga ishlang, maza qilib ishlang. Olayotgan tovarni qoplab oladi. Kimlardir qoplab olishga mablag'i yetmaydi. Albatta, qoplab olayotganlarga hamma klient yo'qotmasligi uchun savdogarlar o'sha yerda optimda savdo qilayotganlar qoplab olayotganga, misol mana bu bodini 30 ming olishayotgan bo'lsa, ularga 25 ming qilib beradi. Siz qayerdan bilasiz? Yangi boshlayotgan, biznes boshlayotganlar yoki-da shunaqa raqobatlashayotganlar, raqobatlashing hech kim bilan. Narxi zo'r qilib qo'ying, hamma ola oladigan narx qilib qo'ying. O'zingizni xizmatingizni past baholamang. Men o'zimni xizmatimni past baholadim, juda ko'p ishlayman, juda ko'p tovar sotaman, foyda juda kam. Juda kam bo'ldi. O'sha ishlagim kelmay, hafsalam bo'lmay. Misol oldin narxi normal edi. No, foyda bor edi. Ozgina bo'lsa ham foyda bor edi. No, hozirgi tovarlarimda juda ham bir xilgilari zarar. Ishonaveringlar. Misol 70 ming olgan pinovarlarimni 50 ming berib yubordim, 35 ming berib yubordim. Zarariga sotib tashladim-da. Bu bilan raqobatlashganingiz bilan o'zingiz sindirar ekansiz. Videoni hamma bilan raqobatlashadigan o'rtog'ingizga yuborib qo'ying.